Allo, assalomu alaykum. Tamam. Chiroyli yuzli, shirin so'zli, qalblarning qadrdoni bo'lgan Nasibaxon onajonim sog'-u salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Bugungi kunlaringiz fayz va barokatga, xayrli amallarga lim-molim o'tayotgan bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Biz sizni ayni damda Kim bu? dilimdagi so'zlarim jonli qo'ng'iroq loyihasi orqali bezovta qilib turibmiz. Bizga sizning ko'nglingizni ko'tarish maqsadida sizga atalgan chiroyli dilnomalar va qalbdan chiqqan samimiy ezgu tilaklari kelib tushgan, albatta yaqinlaringiz, mehribonlaringiz tomonidan sizni xursand qilish maqsadida dilnomalar yozgan insoningizni kim deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'rasizmi, chiroyligim? Bilmadim, eng yaqin odamim bo'lsa kerak-da shunda. Albatta, juda ham yaqinlaringizdan sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi qizlaringiz Nafisaxon va Saidaxonlar tomonidan dilnomalar mavjud. Alloh rozi bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, Rahmat. vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ularning chiroyli qalb izhorini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum. Meni dunyoyu dunyolarda yagona bo'lgan mehrigiyoyim, jonim bolam deya doimo atrofimizda parvonaginam, biz uchun farishta bo'lgan go'zalim onajonim, bugun sizga qalbimda bo'lgan, lekin har qachon ham ayta olmagan mehr muhabbatga to'lib toshgan dil izhorlarimni aytmoqchiman. Azizim, ko'ngli yumshog'im, biz uchun duolardan charchamagan duogo'y onajonim, baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Hech qachon tanangiz tikon kurgudek ham dard ko'rmasin. Biz farzandlaringizni 9 oylik azoblarda jismingizda ko'tarib yurdingiz. Hech ham malol olmadingiz. Tunlari bedor bo'lib, bir parcha etlik paytimizdan shu maqomlargacha olib chiqdingiz. Evaziga esa o'zingiz uchun hech narsa so'ramadingiz, onajon. Farzandlarim saodati mening baxtim deya o'zingizni unutdingiz. Har qancha dardimizga davo bo'lguvchim, shifokorim, dardkashim, hozirgacha bolam deya yer u ko'kka ishonmaydigan, ko'zining oqu qorachig'idek asrab, avaylab kelayotgan jonkuyarim. Bugun biz farzand bo'lib siz uchun nima qila oldik? Bir umr xizmatingizda bo'lsak ham, bizga fido qilgan umringizni, salomatligingizni, rohat farog'atingizni o'rnini to'ldira olmaymiz. Balki bu so'zlarni har kun ayta olmasmiz, lekin sizni dunyolarga alishmaymiz, onajonim. Juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, mehribonim. Erkaliklarimizga sabr bilan go'zal tarzda javob bergan, go'zal xulqli sabrligim. Siz bizni avaylab, gard yuqtirmaganingiz kabi, Allohim sizni hamisha o'z panohida saqlasin. Onajonim, mehribonim, yana bir go'zal yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiki yaxshiliklarni, ikki dunyo saodati, baxt rohatini tilayman. Ilohim kulgan yuzingiz g'amni, kulgan ko'zingiz aslo namni ko'rmasin. Doimo xursand, doimo shodon yashashni davom eting. Hamisha Allohimning panohida bo'ling, onajonim. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bizni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarimizda doimo dasturxonlarimizni to'g'rilarida o'tirishingizni Robbim nasib ro'za aylagan bo'lsin. Bugun shodiyona, bugun tantana, bugun men kutgan eng yaxshi sana, bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Shukrona kuningiz muborak ona, jonim poyoningizga guldasta bo'lsin. Men uchun mehribon sizsiz yagona, yuzingiz, ko'zingiz nurlarga to'lsin. Shukrona kuningiz muborak ona. Jon ona, so'zlasam so'zlarim yetmas, sizdek meni hech kim baxtiyor etmas. Alloh menga bergan tuhfa bir dona. Shukrona kuningiz muborak ona deya siz uchun mana shunday eng go'zal bo'lgan so'zlarni izhor etmoqlikni niyat qilgan ekanlar farzandlaringiz. Mehr oqibatlaringlarga hech ham ko'zlar tegmasin, ilohim. Rahmat. Eshitilyapti. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlardan boringlarga shukur.
Rahmat qizim, bolinglarga shukur. Mehr Rahmat qizim. oqibatlaringlarga ko'zlar tegmasin. Doimo mana shunday farzandlaringizning Amin. e'tiborida, ardog'ida bo'lib yuravering. Amin. Amin. Sog' bo'ling Amin. onajonim, salomat bo'ling. Rahmat asalim. Amin. 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 Onajonimizni umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlari tomonidan musiqiy sovg'alarimiz yangraydi. Yonimdagi boyligim, o'zimni chiroyligim, ona yoningizda biling mening intizorligim, uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, onajon.